Assalomu alaykum limon ko'chati ishqibozlari. Limonariya vodiy kanali muxlislari. Mana bugun 11-aprel, xudo xolasa, sovuqda qishda mevasigacha saqlab qolgan ko'chatlarimizni obzorini boshladik. Mana shu mevasi bo'ladi. Yupqa po'stloqli mir degan sortidan. Mana kattaligi ham, bunaqa katta ham emas, kichkina ham emas. Ko'rishingiz mumkin. Buni qaydan oldingiz, siz olgansiz deb ishonmaydiganlar uchun mana ustida mevalar bilan ko'rsatdim. Mana ularni uzmaganmiz, chirib ketgan mana. Chekkalar ozmoz mevasi, mana mevasini turibdi, ko'rishingiz mumkin. Sekin-sekin uzilmasa mevasini sekin-sekin tanasi so'rib oladi. Mana mevalarni turibdi aka. Akalar, opalar mana mashi mana bu yoqda mevasi yetkazilmasdan pishmay ham qolgan. Mana bu tomonda sob yotibdi. Mana bu tomonda ham taglarida sob yotibdi. Ichlarini ko'rsata olmayapti. Chunki juda ham nima deydi? Bahaybat, shaxli ko'chatlar bo'lgani uchun men ichiga kirishni iloji yo'q. Lekin mana ko'chatlar gullab yotibdi. Yangi mana shanalashni boshlab o'rgan. Mana keyingi yilga ham shanalashni boshlab o'rgan bu ko'chatlarimiz. Xudo xolasa mana bitta gullagan joydan olyapsizlarmi deydiganlar uchun mana gullashni endi boshladi. Mana yangi shana chiqarib qo'ygan bularimiz. Mana mevalar bilan mevalar uzilmagan. Endi nima deydi, biz uzib sotib olsak bo'lardi. Hozir mevani kilosi ham 30 ming bo'lyapti. Endi nima deydi, egasi ko'rsin mana shu mevalarni, qanaqa sortdanligini ko'rsin, mana mevasini olib ketsin, kelib qiziqqanlar uchun mana mevalar bilan uzmaganmiz. Mana shuni ham ozgina nima deydi, biz sizga pribul bo'lsa ham egasi ko'rsin, ishonsin deb mana shu mevalarni uzmaganmiz akalar. Mana ko'rishingiz mumkin. Mevalar bilan bitta va bitta emas, dalshi mana shu 3 yoshli ko'chatlarimiz. Bo'ylarini aytsam, bo'ylari 1,5 metrdan baland xullas. Shunaqa orada nima deydi? 120, 130 lik ham tekda chiqib qolishi mumkin. Dalshi ketgan parnigimiz. Xudo xolasa, ko'chatlarning eng zo'rlari bizda bo'ladi. Oldin nima deydi, olayotgan ko'chatlarimni xullas sifatini solishtirib olaverasizlar. Mana shoxliligini, tanasi pishganligi, mana bular qizarib tanasi pishib bo'lgan. Bu baklar tashamaydi akalar. Bu yoqda ham mevalar bilan yotibdi. Mana shu ko'chatlardan hal ekmaganlar bo'lsa, mana shu ko'chatlardan telefon qilib, uspet qilib qolishlaringni tavsiya qilaman. Mana mevalar bilan quyilib yotibdi. Ichida ham ko'rishingiz mumkin, mevalari sob yotibdi. Mana bu yoqda ham xullas hosildor ko'chatlar akalar, sizlarga maqtashmasi endi nima deydi, sifatiga yarasha maqtash ham kerak, lekin mana bu yoqda ham shanalab yotibdi. Sifatiga yarasha maqtash kerak. Nima deydi, mana o'tgan yil meva solgan, bu yil ham mana bu yil ham meva soladi xudo xolasa. Uyaltirib qo'yadigan ko'chatlar emas. O'tgan yil meva solgan narsa, masalan, bu yil yangi joyga olasizlar. Uncha-muncha endi yangi joy ko'chirilganlik hisobiga uncha-muncha tashashi mumkin hali gullari. Hammasini ushlab qolmashi mumkin. Lekin keyingi yilga mevani quyadigan ko'chatlar mana shu bo'ladi. Nimaga mana ishonib aytyapsiz deydiganlar uchun mana tanalari yo'l-yo'l tana bo'lib, mevaga tayyor bo'lgan ko'chatlarda bular. Mana mevalar yo'l-yo'l tana bo'lib yotibdi. Tanalari ham mevaga tayyor ko'chatlar. Mana shuni ko'chirib ketyapmiz. Xudo xolasa bu parnigimizni endi boshlaymiz. Xudo xolasa bugun yo ertaga mana shu parnigimizga o'tamiz. Akalar, kurigni olaman deganlar uchun ham tavsiya qilib qolamiz. Butun O'zbekiston bo'ylab dastavka qilib beryapmiz xudo xolasa. Mana shu ichida ham hammasini olamiz biz. O'zimizga yoqadiganini olamiz, o'zimizga yoqmagani kesib turib qaytagan qo'yamiz. O'zimizga yoqadigan chiroylilarni olamiz, bizga yoqadigan demak sizlarga yoqadi. Ko'pchilik tushunmaydiganlar bo'yiga qiziqadi, shoxlaganiga, sifatiga, meva hosildorligiga e'tibor bermaydi. Mana buni ko'chatlarimiz mana gullashni boshlagan, bu yoqda mevasini ham ushlab qolgani bor ekan. Xullas akalar, ko'chatning eng zo'rlari bizda bo'ladi. Butun O'zbekiston bo'ylab dastavka kelishilgan holda telefon qilib bemalol zakaz berishlaring mumkin akalar.